Uzdil Studio Melancholia Cover 6 minut. 6 megabayt. Aux Media taqdim etadi. Yana shak ustaslik, yana ochak bloknot. O'zimdan tarix qoldirmadim, qo'lizmalarimiz qo'ygan not. Chunki mani Nimaga ovozingiz qisiq? diplomimda chiqarib, bilim hisobga o'tmadi hech. Xijolat bo'lib aytayotganga o'xshayapsiz. Kim oldingizda odam bormi? Agar bunaqa narsada bolalar. Bunaqa narsa bolalar. Agar oldingizda odam bo'lsa, sizlar undan xijolat bo'lib aytadigan bo'lsanglar, lutshi nimadir qilinglar, o'zingizlar yolg'iz bo'lib keyin aytinglar. Tushunyapsizlarmi? Bu уже diskomfortda odam rostdan ayta olmaydi, yaxshi ayta olmaydi. Xijolat bo'lib aytgandan ko'ra deyman-da. Yo'l boshlab qayergadir olib ketadi navigator. Hali safarimiz uzoq, eshitamiz ana gapirman ungacha sevgi haqida qo'q qo'yaman navo va uxlab turaman tushimda qo'rqitmasa alligator. Zamon bu deyishadi, o'zgardi deyishadi, usti boshga baho berma topganini kiyishadi. Yolg'izman dema dunyoda har insonni tengi bor, zo'ri bormi zori bormi asosiysi tengi bor. Unga berma e'tibor, bunga berma e'tibor, e'tibor qimmat valyuta kimda interneti bor. Ishlab uyga pul orttirganimizda edik o'smirlar, hozir esa yulduzlikka intilar o'spirinlar. Hayot bersa dars, kimga qilolasan ars, bilib kimlasanga do'st, kimla saqlasa g'araz. Bilganingda hayot botqog'iga botib ketganlar qancha. Kun keladi hammamiz ham bo'lamiz shulardan barcha. Kun tunimiz bir xil, kun tartibimiz bir xil, ko'p sirimizni saqlaydi telefonimiz bir xil. No hammamiz bilamiz, hamma o'ladi o'ylaganmisan? O'lsang telefoningdagi ma'lumotlar kimga qoladi? Futkalaring Google tizimida muzlagancha qoladi. Qanchalar yo'qoladi sendan SMS'lar qoladi. Bu hayot o'zi shunaqa, kimlar ketib kimlar qoladi. Qoyilmisan sen bilan faqat telefoning birga oladi. E'tibor berma shunchaki uyqu oldi xayollar, asta sekin tushga aylanib ketar jarayonlar. Yarim tungi soat 3 ko'zlada qolmagan kuch, lekin doimgidek uyqusizlikka kelasan duch. Eslaysanmi birinchi bor ko'ngling og'riganini, yoki kimnidir kutib ko'zlaring dolaganini, yoki balki sevib qolib ko'zing og'riganini. Agar eslatmasam eslolasanmi qolganini? Soat ertalabga necha duram bo'ldi uyqu oldi. WhatsApp yana don't stop, yana non stop, qara ish ko'p. Quyoshni agan uyg'otar biz yo'qolganlarda. Hozir uxlashga vaqt yo'q, hayot boshlanar sahardan. Asta kuzatasan maktab tomon yo'nalgan yoshlar. Yaqinda har bir iloj yo'q, katta hayot boshlar. O'z hayotiy tajribangdan maslahat bera olasanmi? O'ylama o'ylanib adolatli bo'l deb qolasan. Katta bo'lasan, shaxsiy hayotda bo'lasan. U tomonda bu tomonda aldovda bo'lasan. Lekin hali ko'rasan, ko'raverib to'yasan. Qaniydi bu hayotni boshqa rangga bo'yasan deb. Katta bo'lasan, turibda bo'lasan. Sio adashishga haqqing yo'q, to'g'ri xulosa qilasan. Yolg'on detektori bo'lasan, prinsip nima bilasan va bu gaplarni tushunganda katta bo'lgan bo'lasan. Katta bo'lasan, munosabatda bo'lasan. Bir marta bo'lsa ham hayotda yomon odam bo'lasan. Taqdir o'yini shunchaki majbur bo'lasan. Tushunmaylisadan tiring chiqsan katta bo'lasan. Katta bo'lasan, inoyda hafta bo'lasan. Gohida zararda, gohi nafta bo'lasan, yoki qarzda bo'lasan, hayotiy darsda bo'lasan. Ba'zilarini o'zing ham taqdir deb qo'yasan.